Ixtilofli masalalarda fiqhiy va vahobiy qarashlar o'rtasidagi farq. Islom ummatida fiqhiy masalalar borasida turlicha yondashuvlar azaldan mavjud bo'lib kelgan. Bu farqlar ilm va ijtihodning tabiiy natijasi hisoblanadi. Ushbu videoda doktor Abdulqodir Husayn aynan mana shunday nozik va muhim mavzu, ya'ni bahsli masalalarda an'anaviy fiqhiy mazhablar va vahobiy oqimi qarashlari o'rtasidagi tub farqlarni tahlil qiladi. Ibn Umar roziyallohu anhuning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning takbir aytganlarida qo'llarini ko'targanlari va tushirganlarini ko'rganlari haqidagi rivoyat bor. Bu rivoyat shubhasiz sahihdir va Imom Shofiy rahmatullohi alayhi uni qabul qilganlar. Ammo ikkinchi rivoyat, xususan Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan kelgan rivoyat bor. Ibn Mas'ud Nabiy alayhissalomga 23 yil hamroh bo'lganlar. U zotning doimiy tahorat va misvokdoshlari edilar. Hattoki u zotning payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga ko'p kirib chiqqanliklari sababli odamlar biz Ibn Ummu Abni va uning onasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytidan deb o'ylardik der edilar. Shunda Sayyidimiz Ibn Mas'ud roziyallohu anhu men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlarini o'qib bermaymanmi dedilar. Xo'sh, bu yerda Ibrohim an-Nahayi nima deydi? U shunday deydi. Bilmayman. Ehtimol u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qiganlarini faqat o'sha kuni ko'rgandir va shuni yodlab qolgandir. Albatta, Ibn Umar yosh edilar. U zot payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rganlarini aytadilar va payg'ambar alayhissalomning bu ishni qilganlari sobitdir. Ibn Mas'ud payg'ambar alayhissalomga eng ko'p hamroh bo'lgan. U zot payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rganlarini aytadilar va payg'ambar alayhissalomning bu ishni qilganlari sobitdir. Ammo Ibn Mas'ud roziyallohu anhu va u kishining sahobalari buni yodlamaganlar. Ibn Mas'ud payg'ambar alayhissalomga eng ko'p hamroh bo'lgan. U islomdagi 6 kishining 6-chisi edi. Ya'ni islomning boshidan to Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etgunlariga qadar u zot undan rozi bo'lgan holda birga bo'lganlar. Har holda bu masaladagi ixtilof ham afzallik ixtilofidir. Fiqhiy masalalardagi ixtilof ulamolar nazdida to'g'ri va xato o'rtasida edi. To'g'ri topganga 2 ajr, xato qilganga esa 1 ajr bor edi. Toki vahobiylar kelgunga qadar ular xato qilganni zalolatda, bid'atda va shu kabi noto'g'ri yo'lda deb e'lon qildilar. Aslida esa bunday emas. Bu yerda kenglik bor. Payg'ambar alayhissalom ham buni ham uni qilganlar. Shunday ekan, agar biror kishining boshqa bir rivoyatga ergashayotganini ko'rsangiz, uni qoralamang. Chunki bu masala ixtiloflidir. Ixtilofli masalalarni inkor qilish esa fitnaga olib keladi.